Yurtimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Har bir qaror, har bir islohot zamirida yoshlar uchun yangi imkoniyatlar, keng ufqlar va ishonch bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan yangi O'zbekiston yoshlar bilan yoshlar uchun tamoyili bugun har bir hududda o'z amaliy ifodasini topmoqda. Ayniqsa yoshlar kuni arafasida mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan bayram tadbirlari bu e'tiborning yana bir yaqqol isbotidir. Chinoz tumani axborot kutubxona markazi tuman hokimligi va Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etilgan eng yosh kitobxon oila tanlovi tumandagi eng faol, kitobga mehr qo'ygan oilalarni bir sahnada jamladi. Kitobxon oila ko'rik-tanlovimiz barchada juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Chunki bu tadbir yoshlarimizni kitobxonlikka jalb etish, yurtimizdagi yosh sog'lom avlodni yetishtirib chiqarishda katta xizmat ko'rsatadi. Mahallalardan yig'ilgan bu kitobxon oilalar tumanimizdagi axborot kutubxona markaziga jalb qilingan yosh onalar, ular farzandlarini har doim mana shu kutubxonaga olib kelib foydalanadilar. Ularni kutubxonaga jalb etish va ularni yurtimizda bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirib borish kutubxonachilarni bugungi kundagi vazifalariga kiradi. Tanlovda zukkolar, ilm yulduzlari, donolar, bilimdonlar hamda kitob sarbonlari kabi ramziy nomlar ostida ishtirok etgan oilalar 5 ta shart asosida bellashdilar. Bu tanlov orqali aniq bo'ldiki, kitobxonlik bu nafaqat individual mahorat, balki butun oila tarbiyasining, madaniyatining ko'zgusidir. Yoshlar oyligi doirasida o'tkazilgan yana bir muhim tadbir Zakovat intellektual turniri bo'ldi. Tumanning 17 ta mahallasidan kelgan yoshlar o'z bilimini sinovdan o'tkazdi. Har bir jamoa savollarga birgalikda tez va to'g'ri javob berish orqali guruhda ishlash qobiliyatini ham namoyon etdi. Musobaqa dolzarb 90 kunlik doirasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida hamda ularga yana ham ko'proq intellektual salohiyatini yuksaltirish, ma'naviy ozuqa berish hamda ularning bilimlarini rivojlantirish maqsadida tashkil etildi. Mahalla yoshlari jamoalari juda ham musobaqada bahslarga boy tashkil etishdi va o'zlarini intellektual salohiyatlarni ro'yobga chiqarishdi. Ushbu musobaqa yoshlar uchun faqatgina o'yin emas, balki intellektual o'sish, fikrlashni chuqurlashtirish va zamonaviy dunyo bilan hamqadam bo'lish yo'lidagi yana bir imkoniyatdir. Yakuniy natijalarga ko'ra g'olib bo'lgan jamoalar turnirning keyingi bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi.